Qumlig'imish halokat dengiz deb nomi bor xalqarada. Intayin vahshiy xatarlik joy. Siz shu tekmagan qumlig'ini to'g'risi kesib o'tish jarayonida qo'rqinch his qilmadingizmi? Qo'rqdim. Men nimadan qo'rqdim bilamsan? Men u texnikan o'tgan vaqtida men o'zim yolg'iz, men birla odam emas vaqtida. Men menga yo'lim yolg'iz bordim, lekin menga o'xshash texnikan bo'lishini bilmay deydigan yana bir raqobatchim bor edi shu vaqtida. İsmi Valnoşan deb Shanxaylik bir motosikletchi. Buniki oxirgi bekishdi. O'zbeklar Washingtonniki motosiklet zavodiniki buningga 50 million pul xarjlab 20 samovan mashina 76 butun axborot o'rinlariniki shu Merkezi Xalq Radio Merkezi televiziya stansiyasining naq maydon tartish mashinalaridan tartib, o'shunda ular ajoyib cho'ng o'shunda bu cho'qim biz mütəqqiməkan boysundurup ötəb ketimiz, tutuştukimiz deb turib, mənğa cəngəydən qığallar batı şu vaxtıda. Mən özəm yalğızlı Mahmud'um yerdə. Gerçekten mənğa yolum, özəm yalğız ötken yerim ayrım bolsunmu, lekin bizdeki mine şu vaxtıda rəqabətçim batıda, tuturup qoyuşum buluşum mümkün şu vaxtıda. Mən qoqqunum şunu tuturup qoyuş. Neyim üçün desem, mən özəmdən diyarı Şinjan diyarda aslında sırtın bir kayga adamga tuturup qo'yishdan bak qo'rqdim. Men bu yerda hayot chiqalamdim ya qanday bo'lishini uningga qo'rqmadim. Men o'zimning yurtimda, o'zimniki ona yurtimda boshqa sirtdan kayganlarga ashada tuturup qo'yish men uchun eng cho'ng haqoratdan shu. Erkaklik gap qildingiz. Shunga men qo'rqdim shundan bo'ldi. Birinchi yo'q shu texnikandan chiqqandan keyin men boshqalardan kaçtırıp manzarayla kızgan Valnoşan çıktı mı dep sorsam da kâmi diye ular. Dep haberini anladığım için ne ait hoş oldum değil mi? Şu acayip hoş oldum. O ahır çıktı neredeydi lan? En çok hoşlarım şu amca. Ama kiyen Nurgullah sordu ya şu korktum mu dep. O vaxtıda ben kegen besim, intayın çok besim dedi. Mesela bu rekord yarışınki de, muciz rekord yarışınki de ya üstümüz ya üstümüz şula. İkinci oldu, üçüncü olduydu. Netice yok bunun da. Şunun için ya üstüme ya üstüme. Ben üstüm. Çünkü netice çıktı. Bunu akıllı Nurgullah oldu. Ben şu vakit o yembir Valnoşan'ınki kırganda 10 saat 16 minut diğer vaktin baldır çıktı. Mesela ulan benim keynimde kaldı. 10 saat keynimde kaldı. Lekin ertesi bolgan vaqtida ettigende bugungi maydonda butun dunyo xalqiga Valnoşan'ni futdi deb naq maydonni shu qo'liga meni tutgan Guinness rekordning qomusiga taqdirnomasi shu qo'liga berildi shu vaqtda. Men past tomosha bo'lib qoldim. Shunchalik qorlandim shu vaqtda, shunchalik nomus his qildim, ochig'im keldi. Lekin men o'zimning isbotlarimni qaytadan Angliya Guinness Somboga markazga arz qilib sizdan boshqa yolg'onchilik qildi deganlikka u tarafdan bir ko'mak kelib tekshirishga Jungo keldi. O'z vaqtida Angliya Guinness Somboniki Jungo yaratilgan rekordlarni berish huquqini Shanxay Guinness Sombosiga markaziga beribdi. Şunlar kep tekshirib, ularning yolg'on qilganligini aniqlagan lekin ularnikini atkaz qilib, meniki taqdirnomani quramga berib, Jungo'da turishlik o'rnini Leoning joyi Chubanshaga topshirib berib ketdi shu vaqtda. Sizning sababingizdan mening sababimdan ma'ashlarni og'dirib degan yolg'onchilik qilganligi uchun. Shunday keyin nurg'un jihatlarda men shu axborot sohalarida bek cheklashga uchrab ketdim. Mening yo'qolib ketishim bu shu 20 yil yo'qolib ketishimning sabablaridan birisi bor bu yo'nalishda.